Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan yana 3-sinf matematika darsligining 2-qismida 49-mavzu bilan tanishib o'tamiz. Mavzumiz o'rtasida 0 raqami bor sonlarni bo'lish ekan. Yondosh mavzu lingvistik, tilshunoslikka oid kasblar haqida gaplashar ekanmiz. Lingvistik kasbi nima? Lingvistik bu tillarni ilmiy o'rganuvchi mutaxassis lingvistik deyiladi. Tillarni tuzilishi, grammatikasi, fonetikasi, talaffuzi, leksikasi, so'z boyligi, ma'nolari, tarixiy rivojlanishi, jamiyatda tutgan o'rni haqida tadqiqot o'tkazadigan kasb bu lingvistik kasbi ekan. Bu kasbni egallash uchun tillarni juda boy bilish kerak, chet tillarni yaxshi bilish kerak. Yana darslarimiz davomida ko'rib boramiz. Bo'linuvchi, bo'luvchi, to'liqsiz bo'linma qoldi haqida ham gaplashib ketar ekanmiz. Birinchi misol. Misollarni yeching, javoblarni o'sish tartibida joylashtirib, til va ularning xilma-xilligini o'rganish bilan bog'liq kasb nima deb ataladi? Misollarni mana bu yerga ko'chirib oling. Demak, burchakli bo'lishdan foydalangan holda bajaramiz. Birinchi 4 8 ichiga 2 marta bor. 2 kara 4 8 ayiramiz 0. Endi bu 0 o'zi tushadi. 0 ichiga yo'qlig'icha mana bu yerga 0 qo'yamiz va 4. 4 ni ichiga 4 bir marta bor. 1 kara 4 4 ayirsak 0. Bunisi ham xuddi shunday. 4 ichiga 1 marta bor. 4 ayirdik 0. 1 ichiga 4 yo'q. 0 qo'yamiz. 1 chunki 4 ga bo'linmaydi. Buni orqasidan 2 tushiramiz. 12 ni ichiga 3 ta bor. 3 kara 4 12. Dedik 0. Bunisi 5 ichiga 1 marta bor. 5 1 kara 5 yana 5 tushirdik. Bu 5 ichiga ham 1 marta bor. 1 kara 5 5 va 0 o'zi ko'chadi 110. Bunisi 8 ichiga 8 1 marta bor. 1 kara 8 8 ayirdik. 7 ni ichiga yo'q. 0 yozamiz. 7 orqasiga 2 ni tushiramiz. 72 ni ichiga yana 9 marta bor. 9 kara 8 72. Bunisi 7 ni ichiga 1 marta bor. 1 kara 7 7 ayirdik 0. 4 ichiga 7 yo'q. 0 qo'yamiz va orqasidan 9 da tushiramiz. 49 ichiga 7 marta bor. 7 kara 7 49. 0. Endi 6 ni ichiga 3 marta bor. 3 kara 2 6 va 0 tushiramiz. 0 ichiga yo'q. 0 qo'yamiz. 8 ni tushiramiz. 8 ichiga 4 marta bor. 4 kara 2 8 va buni ham 0 qilib qo'yamiz. Aytsak. Keyingisi 9 ichiga 3 marta bor. 3 kara 3 9 ayirsak 0. Mana bu 0 tushiramiz. 0 ichiga yo'q uchun mana bu yerda ham orqasidan 0 qo'yamiz. Va yana bu yerda yana 9 da tushiramiz. 9 ichiga 3 marta bor. 3 kara 3 9 ayirsak 0. 9 ichiga 3 marta bor. 3 kara 3 9 0. Endi 3 tushdi. 3 ichiga 1 marta bor. 1 kara 3 3 6 ni tushirdik. 6 ni ichiga 2 marta bor. 2 kara 3 6. Bo'lishlarni ham bajarib oldik. Endi buni o'sish tartibida joylashtiramiz. Eng kichigidan kattasiga qarab. Bu yerda bizga eng kichigi mana bu ekan. Buni javobi 103 ekan. L ni qo'ydik. Keyingisi 103 dan keyin 107 bor ekan. Mana bu i ekan.
Keyin 109 bor ekan. Keyin 10. Ekan mana bu 110. Undan keyingisi endi mana bu bor ekan. Undan keyin 201dan keyin 303 bor ekan. 303 mana bu 303. Yes. Keyin 304 bor ekan. 600lik. Undan keyingisi 312. Xato joylashtirdimmi deyman. 303. Mana bu 303. S. Keyin 304. T. To'g'ri joylashtirdik. Link yes debdi. Mana V bo'lishi kerak. Link yes tillarni o'rganuvchi olimlar haqida, tilshunoslar haqida gap ketmoqda bu yerda. Mana bu Y emas V bo'lsa kerakda. Shu V bo'lsa to'g'ri keladi. Adashgan bo'lishim mumkin. Mana. Ifoda tuzing sonlarni bo'lishni qulay. Sonlar yig'indisiga yoyib hisoblang. Tarjimon bir kunda 4 sahifa matnni tarjima qilishi mumkin. 416 sahifani tarjima qilishi uchun necha kun ketadi? Endi yig'indiga yoying degan 400 qo'shilgan 16 deymanman. Keyin buni bo'lingan 4 deyman. 404 ga bo'lsam 100 qo'shilgan 16 ni 4 ga bo'lsam 4. Bu 104 kun kelib chiqar ekan. Kun. Endi Madina bo'lishni qanday bajarganini ko'rib chiqing. Nimani sezdingiz? Madina bu yechimni qanday qisqartirishi mumkin? 416 ni 4 ta yuzlik, bitta o'nlik, bitta birlik debdi. 100likni bo'lsak, 400 ni 4 ga bo'lsak, bitta yuzlik va 0 qoldi. O'nlikni bo'lamiz. 1 o'nlik 4 ga bo'linmaydi, 0 qo'yib olgan va 1 ga o'nlik bilan birlikni qo'shib 16 birlik deb olganda uni bo'lgan 4. Endi bu bitta yuzlik 0 va 4 qo'yadi, 104 kelib chiqadi. Endi mana bu yerda ham ko'rsatib qo'ygan, mana 4 4 ga bo'lgan 1 ni ichiga yo'q, mana bu yerga 0 qo'yapti, 16 ni ichiga 4. Mana shunday bo'lib ko'rsatgan. Endi raqamni pastga tushirganda to'liqsiz bo'linuvchini hali ham bo'linuvchilari bo'linishi imkon bo'lmayotgan bo'lsa, bo'linmaga 0 raqamni qo'shib qo'yish kerak. Mana 9 ni tushirdi va 0 bo'linmaydi. 3 ga 0 qo'yyapti. 2 ham bo'linmaydi, 0 qo'yyapti. 2 ni ichiga ham 0 ichiga ham 0 marta bor 3 degani va buni orqasidan 7 ni tushirib, keyingi raqamni tushirib 27 ni 9 ga bo'lyapti. Mana shu tarzda davom ettirish kerak. Endi 4 bo'lishni bajaring. Buni ko'chirib olamiz va bo'lishni bajaramiz. Bo'lishni ko'chirib oldik. 4-misol bajarishni boshlaymiz. 4 ichiga 4 bir marta bor. 4 kara 4. 4 kara 1 4. Ayirsak 0. Mana bu 0 tushadi. 0 ni ichiga yo'q. Mana bu yerga 0 qo'ydik. 7 tushadi. 7 ni ichiga bir marta bor. 1 kara 4. 4 ayirsak 3 ortib qoladi va orqasidan 2 32 ni ichiga 8 ta bor.
32 ayırsak 0. Bunisi ham 1 ichiga yo'q, demak 16 ning ichiga bor. 16 ning ichiga 2 marta bor. 2 kara 6 12. Mana bu yerdan 4 tushadi, bu 2 tushadi. 42 ning ichiga 7 marta bor. 7 kara 6 42. Ayırsak 0 va mana bu 0 ichiga 0 da bor. Yo'q, chunki 6 tushadi. 6 ning ichiga bitta bor. 1 kara 6 6 ayiramiz 0. Endi 2 ning ichiga yo'q, 27 ni belgilab olamiz. 27 ning ichiga 9 3 marta bor. 3 kara 9 27. Ayirsak 0. Endi 6 ni tushiramiz. 6 ning ichiga yo'q, shuning uchun 0 qo'yamiz mana bu yeriga. Va orqasidan 3 ni tushiramiz. 63 ning ichiga 7 marta bor. 7 kara 9 63. Mana shu tarzda bajariladi. Mana buni qilib qo'yay, mana qo'shilib qolmasin. Boshqa va boshqa. Endi keyingisi 24 ning ichiga 8 4 3 marta bor. 3 kara 8 24. Ayirsak 0. 0 ning ichiga 0 da bor. 2 ning ichiga ham yo'q. Mana bu yerda yana bitta 0 qo'yamiz va 8 tushiramiz orqasidan. 28 ning ichiga 8 24 bo'lsa 3 marta bor. 24 ayirsak 4 va 8 endi 6 marta bor. 6 kara 8 48 ayirsak 0 mana. Mana bu yerdan 0 ning ichiga ham 2 ning ichiga ham yo'q uchun 2 ta 0 qo'ydik. Endi buni bajaramiz. 2 ning ichiga yo'q, 28 ni belgilab olamiz. 4 ta bor. 4 kara 7 28 ayirsak 0. 2 ning ichiga yo'q, yana bitta 0 qo'yamiz. 8 tushiramiz. 28 ichiga yana 4 ta bor. 4 kara 7 28 ayirdik 0. 2 ni tushirdik. Bu 2 ning ichiga yana yo'q 0 qo'ydik. 28 bo'lib 28 ichiga 4 marta bor. 4 kara 7 28 ayirsak 0. Mana. Bu 4-chi misolimiz edi. 5. 5-chi masala bosma qog'ozlarning ma'lum o'lchamlari bor. Masalan, A4 varag'ining o'lchami A shart bo'yicha 210 mm ga 297 mm bo'lar ekan. Bu A4 ekan. Endi A shart bo'yicha aytyapti. A shartni bajaraylik. A3 varag'i uzun tomonini bilan birlashtirilgan ikkita A4 qog'oziga teng bo'ladi. Mana uzun tomoni 297 mi? Shu bilan birlashtirilgan ikkita qog'ozga teng bo'lar ekan. Ana bundan ana bunday qilsak, buni bu yoq shuna turadi 210. Endi A4miz, A3miz. Endi ana bu shakl A3 ga teng ekan. Bu endi mana bu yeri 410 bo'ladi. 210 410 bo'ladi. 410 ga 297 ekan. Endi B sharti bo'yicha bilan B shartini qo'yamiz. Endi aytyapti 2A varag'i uzunligi tomoni bilan birlashtirilgan ikkita A3 qog'oziga teng. Endi uzun tomoni mana shu 410 mi? 410 dan yana bitta qilib uzunasiga joylashtirilgan. Endi bunaqasiga joylashtirilgan. Mana bu narsa endi ana bu narsa A4 bo'ladi. Endi bu 410 mana shu yer 410 ligicha turadi. Mana bundan ikkita 297 dan ikkita 297 bo'ladi.
Endi A2 ni hisoblasak, 297 ni 2 ga ko'paytiramiz. Mana bunaqasi tomonidan ikkita ularni bu bo'ladi 594 millimetr. A3 bizaga bo'ladi 297 ga 410. Bu endi bo'ladi 410 ga 594. Endi shu qoidadan foydalanib A0 varag'ining o'lchamini toping debdi. Bu endi A2 bo'ldi. Endi shuni uzunasiga yana bitta joylashtirsak, bunday qilsak, ana bu kelib chiqadi. 410 ga 410 ni qo'shsak, A1 qog'oz. Endi buni bu yog'i bo'ladi 594. Bu yog'i bo'ladi 800. A1 bo'ladi endi. Ana bu tarzda bo'lsa A1. A1 ham shunga teng ekan. 820 ga teng bo'ldi bu yog'i. 12 ikkita deb qo'shilganimizga. Endi A1 A0 ni hisoblash uchun yana shuncha narsani uzun tomoniga birlashtirib qo'shamiz. Bu bo'ladi A0. Endi bundan ana buni 2 ga ko'paytirsak kelib chiqadi. Buni 2 ga ko'paytiriladigan bo'lsak, bu 8, 18 ni 8i 11 millimetr. Endi yozishimiz mumkin. A0 teng bo'ladi D sharti bo'yicha. Buni pastdan yozamiz ha. A0 teng 820 yu 1188 ga. Mana shu tarzda bajariladi. 5. Chizib ko'rsatdim. Buni joylashtirishdi. Mana bu yerda joylarini yozib ketdim. Mana bu yerda D'siga ham yozishimiz mumkin. A0 teng 820 va 1188 deb. Mana bu A0 eng katta qog'oz. Mana shu tarzda chop etilar ekan. Endi oltini ko'radigan bo'lsak, A4 varog'ining uzun tomonini teng 2 ga buklasak, A5 qog'ozi hosil bo'ladi. A5 qog'ozining o'lchamlari qanday? Mana bu endi 210 ga 297 edi. Shuni teng 2 ga bo'lsa, shu kelib chiqadi. A5 ni tomonlarini ayting debdi. Endi bunda biz uzun 210 ga tegmaymiz va 297 ni 2 ga bo'lamiz. Bu yerda qoldiq chiqadi. Albatta 1 millimetr qoldiq chiqadi. Endi 2 ni ichiga bitta bor, 9 ni ichiga 4 ta bor va 17 ni ichiga 8 ta bor millimetr. Biz yozishimiz mumkin. Mana bu narsa A5 ga teng bo'ldi. A5 teng 148 ga 210 desak bo'ladi. Taqriban olyapmiz. Endi 7 santimetrlarda ifodalang debdi. 7 ni ko'chirib oldik. 13 detsimetrimiz 130 santimetr. Bunga 4 santimetrda qo'shsak 134 santimetrga teng bo'ladi. 5 detsimetrimiz 50 qo'shilgan 8 va 40 millimetrimiz 4 santimetrga teng. Millimetrda ham santimetrga qo'shdik. Bu 58 ga 4 62 santimetr bo'ladi. Bunisi 2 metrimiz 200 qo'shilgan 70 va qo'shilgan 6 276 santimetrga teng bo'ladi. Endi bunisi 2 metrimiz 200
Qo'shilgan 12 detsimetrimiz 120 qo'shilgan 35. Uni qo'shadigan bo'lsak endi 320 ga 35 ni qo'shsak, endi bularni qo'shadigan bo'lsak 355 santimetrga teng bo'lar ekan. Bu 7-misolimiz edi. Endi 8-misolga o'tamiz. Endi 8-masalani ko'rib o'tadigan bo'lsak, harf teruvchi 47 bet matn yozdi. 1800 ta belgi, harf, belgi va bo'shliq 1 bet hisoblansa, hammasi bo'lib nechta belgi yozgan? Endi harf teruvchi bir kunda 10 ta bet yoza olsa, bu matnni yozishga necha kun ketdi? Demak, u tergan 47 bet, bitta betiga 1800 ta belgi bor ekan. Mana harf so'ziga bitta, ikkita, uchta, 4 ta belgi, bitta virgul bilan 5 ta, mana bo'sh joy tashlayapti, bu bilan 6 ta. Xuddi shunday bitta betga 1800 ta bo'lar ekan. 47 ta betga qancha belgi bor deyapti. Bu yerda 47 ni ko'paytirishimiz kerak 1800 ga. Endi 7 kara 8 56 ni 6si, 7 kara 4 8 kara 4 32, 32 ga 5 ni qo'shsak 37. Endi 1 kara 7 7, bu 4. Qo'shsak bu 6, 14 4 va 8. 84600 ta belgi yozgan. Birinchi savolga shu so'roq, birinchi so'roqqa shu javob bo'lyapti. Ikkinchisi, harf teruvchi bir kunda 10 ta bet matn yoza olsa, bu matnni yozishga necha kun ketadi? Ya'ni 47 ni bo'lamiz 10 ga. Bir kunda 10 ta yozayotgani uchun 4 u 7 qoldiq. Endi 4 kunda 40 ta yozsa, 4 kunda 40 ta yozsa, mana bu qoldiq uchun ham bir kunni qo'shib olamiz, chunki 7 betni ham yana bir kun sarflaydi. Bu bo'lsa 5 kunda. Mana bu javob bo'ladi. Chunki qoldiq uchun ham bir kunni qo'shamiz. Chunki 7 ta betni keyingi kun 5-kun 7 ta bet yozgan bo'ladi. Endi masala tushunarli bo'lgan bo'lsa 9 hisoblang. Buni oldin ko'chirib olamiz. Mana birinchi ish qavs nechi? 2 3. Endi oldin eng kichik birlikka aylantirib olamiz. Agar bu santimetrda ekan 4 metr 57 santimetrimiz, birinchi qiladigan ishimiz 457 santimetr. Bunga qo'shishimiz kerak 34 detsimetrimiz 340, 340 ga 3 qo'shsak 343 santimetr. Endi qo'shamiz. Bu 10 ni olib, bu yerga keladi. 9 bir tildagi bilan 10, bu 7 bir tildagi bilan 800 santimetr. Endi bu oldin qo'shamiz. Detsimetrga aylantirsak, kichkinasi detsimetr. Endi buni detsimetrga aylantirsak 90 detsimetr qo'shilgan 32 detsimetr. Bu bo'ladi 2 12 122 detsimetrga teng ekan. Uchinchi ish, bu santimetr detsimetrga o'tsak bo'ladi, 80 bo'ladi. 122 dan detsimetrdan ayiramiz 80 detsimetrda. 800 santimetrda ham detsimetrga aylantirdik. 2 4 42 detsimetrga teng. Mana bu yerga javobga yozamiz 42 detsimetr. Santimetrga aylantirsak ham bo'ladi. 4 santimetr
2 detsimetr. 4 metru 2 detsimetr. Mana shuni yozsak ham bo'ladi. 42 detsimetr desak ham bo'ladi. Ikkalasi ham xato hisoblanmaydi. Endi bunisi ham xuddi shunday bu qavsni ichi 2, 3 va 4-ish. Birinchi ayirish ekan. Detsimetrga aylantirib olamiz. 82 detsimetr bo'ladi. 8 metr 2 detsimetr. Bundan endi ayirishimiz kerak. 39 detsimetrda. 12 dan ayirsak 3, bu yerda 7 qo'ygan 43 detsimetr ekan. Ikkinchi qiladigan ishimiz 6 metrni ko'paytiramiz 4 ga. Bu bo'ladi 24 metr. Endi 43-uchinchi ish 43 detsimetrni 43 ni o'zini yozaylik. Ko'paytiramiz 2 ga. Bu chiqadi 86 detsimetr. Endi qo'shamiz ikkalasini. Buni ham detsimetrga aylantirsak bo'ladi. 240 detsimetrga qo'shamiz 86 detsimetrda. Bu bo'ladi 6, 12 ni ikkisi 326 detsimetr. Shu javobiga yozishimiz mumkin. 326 detsimetr. Bu endi 32 metru 6 detsimetrga teng bo'lar ekan. Bunisi endi birinchi ish qavsni ichi 1 metrdan 45 santimetrda ayirishimiz kerak ekan. Birinchi ish 1 metrimiz 100 santimetr ayrilgan 45 santimetr. Bu bo'ladi 55 santimetr. Ikkinchi ish ko'paytirish, bo'lish. Buni ham aylantiramiz. 1 metrimiz 100, 100 ga 5 qo'shamiz. 105 santimetrda burchakli bo'lishdan foydalangan holatda bo'lamiz 3 ga. 10 ni ichiga 3 ta bor, 3 kara 3 9, ayiramiz, bitta ortib qoladi va 5 tushamiz. 15 ni ichiga 5 ta bor. Bu 15, 5 kara 3 0 santimetr. 35 santimetr bo'ldi. Endi 55 santimetrni ham bu yerdan yozamiz. Uchinchi ish 55 santimetrda 5 ga bo'lamiz. Bu kelib chiqadi 11 santimetr. Endi qiladigan ishimiz qo'shish amali qoldi. 4-chi ish 35 ga qo'shishimiz kerak 11 da. Bu bo'ladi 46 santimetr. Bu 46 santimetrga teng ekan. 9 bo'ldi 10. Endi 11 9 bo'ldi 10. Qaysi shaklning maydoni kattaroq? Bu yerda ichidagi maydon deganda ichini hisoblash kerak. Kataklarni sanaymiz va yarimtaliklarni ikkitasini bitta qilib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta butun katak bor. 1 2 3 4 ta yarimtalik bor ekan. 4 tasidan ikkita bo'lsa, buni 110 chiqadi. 10 ta. Endi buni hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 qo'sh 1 2 3 4 5 6. 6 tasidan 3 ta chiqadi. 3 ga 8 ni qo'shsak 11. Mana bu 11 ta ekan. 11 ga teng. Bu 10 ga teng edi va 11. Endi mana buni hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta butun. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta yarimtalik bor ekan. 8 tasi 4 bo'ladi.
sakkiztasi 4ta bo'lsa, 8 ga 4 qo'shsak 12ta ekan. Buni ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana bu ikkita 9 beryapti. Bu ham 9. Bu ham xuddi shunday 9ta. Eng katta yuza ana bu. Bizga teng ekan. 11 bo'lishni bajaring. Mana bu yerga bo'lishlarni ko'chirib olaylik. Birgalikda bajaramiz. Endi burchakli bo'lishdan foydalanyapmiz. 5 ni 5 ga bo'lsak bitta bor. 5 karra 1 5. Ayirsak 0. Birda tushiramiz, birda ichiga yo'q. 0 ni qo'yamiz. Yana bitta 0 ni tushirsak bu 10 bo'ladi. 10 ni ichiga 2 ta bor. 2 karra 5 10. Ayirdik 0 va 5 ni o'zi tushadi. 5 ni 5 ga bo'lsak 1. 5 ni ayirsak 0 ga teng. Demak, 5105 ni 5 ga bo'lsak 1021 ga teng ekan. Keyingisi 3606 ni 6 ga bo'lish. 3 ni ichiga yo'q, 36 ni ichiga 6 ta bor. 6 karra 6 36. Ayirdik, 0 ni tushirdik, 0 ni ichiga yo'q. Yana bitta 0 ni qo'ydik va 6 ni tushirdik. 6 ni ichiga bitta bor. 1 karra 6 6. Ayirsak 0. Bu 601 bo'ladi. Endi 8 ni ichiga 9 yo'q, 81 ni ichiga 9 ta bor. 9 karra 9 81. Ayiramiz 0. 0 ni tushiramiz. Mana bu 0 o'zi ko'chadi. Mana bu yerda 0 ta bor. 8 ni tushiramiz. 8 ni ichiga ham yo'q, yana bitta 0 qo'yamiz va 1 ni tushiramiz. 81 ni ichiga 9 ta bor. 9 karra 9 81. Ayirsak 0. Nol 81 81. 0 ga teng. Mana keyingisi 3 ni ichiga yo'q, 30 ni ichiga 7 ta bor. 7 karra 4 28. Ayirsak 2 ta ortib qolyapti. Buni orqasidan 2 ni tushiramiz. 22 ni ichiga 5 ta bor. 5 karra 4 20. Ayirsak yana 2 ortib qolyapti. Buni orqasidan 0, yana 5 ta berib qo'yamiz. Bu yana 20 bo'ladi. 5 karra 4 va mana bu 0 ni o'zi tushadi. 0 ni ichiga yo'q, bu yerda 0 qo'ydik va 8 tushadi. 8 ni ichiga 2 marta bor. 2 karra 4 8. Ayirsak 0 mana. Endi bunisi 5 ni ichiga yo'q, demak 50 deb belgilab olamiz. 6 ta bor. 6 karra 8 48. Ayiradigan bo'lsak 2 ortib tushib qolyapti. 0 ni tushiramiz. 20 ni ichiga 2 ta bor. 2 karra 8 16. Ayirdik 4 va yana bitta 0 ni tushirdik. 40 ni ichiga 8 5 marta bor. 5 karra 8 40. Ayirsak 0. 7 tushadi. 7 ni ichida yo'q, 0 qo'yamiz va buni orqasidan 2 ni tushiramiz. 72 ni ichiga 9 ta bor. 9 karra 8 72. Ayirsak 0. Mana bo'lishlarni bajarib bo'ldik. Endi 12. 12. A6 qog'ozining bo'yi 148 mm ekan. Eni esa 105 mm ekan. Daftaringizga shunday to'g'ri to'rtburchak yasab, uning perimetrini va yuzini toping. Biz perimetrini topish uchun bo'yi bilan enini qo'shib 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Chunki 148 dan 2 ta bor, 105 dan 2 ta bor. 148 qo'shilgan 105 ko'paytirilgan 2. Endi buni qo'shadigan bo'lsak 253 ko'paytirilgan 2. Bu kelib chiqadi 6 o'rnini 506 millimetrga teng ekan. Endi S teng, ya'ni yuzasi. Yuzini topish uchun ko'paytirishimiz kerak. 148 ni ko'paytirishimiz kerak 105 ga.
Endi buni qiladigan bo'lsak, 148 ni 105 ga ko'paytirsak, buni javobi bo'ladi 15540 millimetr kvadrat. Millimetrda buni yuzi shunga teng, perimetri shunga teng. Mana shunday qilib hisoblash kerak edi. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib keting, javob beramiz. Xayr, sog' bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.